Assalomu alaykum oyi. Ha? Keldingmi? Namuncha qolib ketding? Senga gapiryapman. Uf, Qayerda qolib ketding, ey qiz? Ha? Melisaxonadan kelyapman. Voy. Melisaxonada nima qilib yuribsan? Restoranga borgandik. Ha? Shunda kirganimni bilaman. To'g'rimda erim o'tirgan ekan. Voy, sho'r tumshug'ey. Ha, oyog'ing tagidan chiqib turibdimi? Keyin rashk qilib Kozim ikkalasi urushib ketdi. Shu lalaygan eringda ham rashk bor ekanmi? Bor ekan oyi, bor ekan. Shu lalaygan ering erkak kishini ura olar ekanmi? Urdimi? Sevgani uchun shunaqa qildilar shekilli oyi. Sevmay qaroyer busini. Sevarmish. Sevsa boshqasiga uylanib ketarmidi? Ana, oyisini gapiga kirib uylanib oldi-yu, seni himoya qila olmadi-ku. Oilasini himoya qila olmadi-ku. Bo'ldi-da endi, seni tinch qo'ysin-da. Sen ham baxtli bo'lishga haqqing bor. O'sha uylangan xotinini ham olib kelgan ekan. Voy. Ushatsiz. Ko'rdingmi? Ko'rdim. Chiroyligina yosh qiz olib beribdi. Qaynonang baloda? Yosh qizni olib berishga ko'ndirganini qara. Biri ikki bo'lmaydigan bolasiga olib beribdi-ya. Nonko'rlar. Ha, oyi. Ularni ko'rsangiz, Layli Majnun deysiz. Menga desa Farhod Shirin bo'lmaydimi? Tohir Zuhra bo'lmaydimi? Sendan nariroq yursin, ko'z-ko'z qilmasdan. Oyi. Nega meni hayotim bunaqa bo'lib ketdi? Qanaqa? Janjalli. Tinchgina yashasam bo'lmasmidi? Doim nimadir chiqib keladi oldimdan. Menga qara. Yaxshi-da. Zerikmasdan yurasan. Oyi, bo'ldi qiling.